Agarda homila ketma-ket 2-3 marta tushayotgan bo'lsa, bunda faqatgina ayol organizmidagi muammolar emas, balkim erkakdagi muammolar ham sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Demak, bugungi videoda erkakdagi qanaqa muammolar ketma-ket homila tushishiga sabab bo'ladi, shu haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Erkak spermogramma analizi topshirganda urug' tahlili misol uchun birozgina pastroq bo'lishi mumkin yoki normada bo'lishi mumkin, morfologik o'zgarishlar mavjud bo'lmasligi mumkin, ammo erkak kishining spermasini boshida joylashgan DNK degan struktura mavjud bo'ladi. Aynan shu DNKni jarohatlanish hisobidan ayol kishi homilador bo'lsa ham 12 haftadan o'tmaydi, ya'ni 12 haftagacha bo'lgan muddatda ketma-ket homiladorlik tushish holati bo'lishi mumkin. DNK fragmentatsiya holatiga erkakdagi turli xildagi muammolar sabab bo'ladi. Masalan, birinchisi bu gormonal o'zgarishlar hisoblanadi. Turli xildagi buqoq gormonlari, ayollik gormonlarining ko'tarilib ketishi, testosteron erkaklik gormonini pasayib ketishi, bundan tashqari CD yo'lidagi hamda urug' chiqadigan yo'ldagi shamollash, turli xildagi infeksiyalar hisobidan DNK shikastlanishi mumkin va bu narsa esa ketma-ket farzand tushishiga sabab bo'ladi. Ayrim holatlarda esa DNK fragmentatsiyasi yana ko'pchilikda sabab bo'luvchi faktorlardan bittasi bu varikatsiyali hisoblanadi. Varikatsiyali bu tuxumdagi tomirlarning kengayishi bo'lib, tuxumdagi tomirlar kengayadi va tuxumda qon dimlanish holati kuzatiladi. Qon dimlanish holati kuzatilgandan so'ng tuxumdagi temperatura ko'tariladi va tuxumning yuqori harorati hisobidan spermani boshidagi DNK strukturasi jarohatlanadi va buning natijasida ketma-ket erkak kishida farzand tushib qolish holati yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham agarda farzand tushish holati yuzaga keladigan bo'lsa, albatta erkak kishi o'zidagi gormonal holat, shamollash, infeksiya holati mavjud emasmi? Bundan tashqari yuqoridagi DNK shikastlanishiga sabab bo'ladigan varikatsiyali holat mavjudligini albatta tekshirtirish kerak. Agarda bu holatlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, DNK fragmentatsiya shikastlanishi mavjud bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek shamollash, infeksiya, gormonal o'zgarishlar to'g'rilansa, agarda klinik ahamiyatga ega bo'lgan 2-3 darajali varikatsiyali mavjud bo'lsa, albatta u varikatsiyalini bartaraf qilinmasa, DNK shikastlangancha qolib ketadi va bu DNKning shikastlanishi keyinchalik ketma-ket yuqorida aytib o'tganimizdek homila tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Agarda sizda ham yuqoridagi shikoyatlar mavjud bo'layotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing va albatta biz bu muammoning sababini aniqlab, unga yechim beramiz.